mehnatdagi eng katta imoratlarimizdan, bu yilgi eng katta imoratlarimizdan birini boshlaganmiz. Boya bitta istoriyada ham aytib o'tdim. Xo'p, hozir mana trambovka jarayonini boshlaganmiz. Bittasi benzinli, bittasi elektrichеский trambovочный apparatlarimiz. Polniy uch chiqqanmiz. Xudo xolasa soat 5 da shebinimiz kelsa, shebinni to'kib 15 sm balandlikda yoyib olganimizdan keyin uni ham polniy trambovka qilamiz. Undan keyin дорожный сетка tashab 10 santimetrli stяжка qo'yamiz. Undan keyin imoratimizni asosi bo'lgan monolitniy podushkani qo'yamiz. To'liqligicha quyiladi. Men nima demoqchiman? Biz ham o'zimizdan o'zimiz imoratlarni qurib tashab, bo'laveradi bu yoqqa yoki egasiga ham bo'laveradi. Hatto bunaqa narsa yo'q. Biza o'ta oliy ma'lumotlimiz, qurilish fakultetini, qurilish institutlarini bitirganmiz. Men aka va ustozimiz bu sohada kamida 30 yil, 40 yil tajribasiga ega odamlar bilan ishlaymiz va ular bilan albatta maslahatlashamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zimizdan o'zimiz biz hech qachon imoratni qurib tashamaymiz. Loyiha qilishdan oldin albatta joyini o'rganamiz, lokatsiyani o'rganamiz. Keyin yana bitta narsa, to'g'ri, mizerniy rasxodlar bo'ladi, lekin bu imoratni 120 yoki 130 dollardan borinkani 150, 170, 180 dollarga chiqib ketadigan rasxodlar emas. Ya'ni yo'l kirasi, mayda-chuyda rasxodlarni hisoblayapman. Imoratga ketadigan asosiy rasxod 4 ta unsurdan iborat. Armatura, beton, g'ish, tom yopilganda bollarning o'sha, ya'ni usta haqqisi hisoblanadi. Asosiy unsurlar mana shulardan iborat bo'ladi. Biz ham o'sha o'zimizni birinchidan tajribamizdan, shu paytgacha ishlayotgan yo'nalishimizdan va ustozlarimizdan maslahat olib, hamma narsani bilib, o'rganib, keyin imorat qurishni boshlaymiz. Taplit qurib tashlash yo'q bizda. Bemalol imoratlarni bizga ishonib topshirsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.